ko'tarmaydi. Ertalab 100 gram nurgatib, xudo xolasa aka, kuzga borib, bemalol 1 kiloga chiqib olishaveradi aka. Gap yo'q. Akalar hozir bir piyola keyingi partiyamizga ham zo'rlar, xudo xolasa, ko'kidan, sarig'idan, qorasidan so'ragan variantingizda hammasidan bor. Olib keyingi partiyamizda ham akalar sarig'idan so'rasangiz, sarig'idan, qorasidan hammasidan bor. Mana shu sariqlari ham o'zi boqsangiz 100 kilo. Keyingi partiyamizga ham qo'zi qo'chqorlar, xudo xolasa, zo'rlar, narxi yengil, qulog'i shalpang. Keyingi partiyamizga ham akalar zo'ri, soni cheksiz, xudo xolasa, soni ko'p. Nechta bu Asadulloh? Ismoil aka, bu 50 ta. Assalomu alaykum, Saroyis kanali obunachilari, bizni qo'llab-quvvatlab like bosib turuvchi, podдержка qilib turuvchi aka-ukalar, sizlar uchun arzonlardan, zo'rlardan, sifatlilardan kelgan oxirigacha ko'rib turing. Xudo xolasa, narxi yengillardan bor. Hozir biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Optimchilar qishlog'i, Saroy qishlog'i Shov mahallasida arzonchi, optimchi qo'zilarda, zo'rlardan, yiriklardan, narxi arzonlardan olib kelayotgan Asadulloh qo'y fermalaridanmiz. Bugun hafta kuniga shanba 25-aprel. Oxirigacha ko'rib turinglar akalar, zo'rlardan kelgan. Like-ni bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'ying. Xudo xolasa sizlar uchun xizmatdamiz. Assalomu alaykum. Asadulloh, charchamasdan siz. Sifatingiz yaxshimi? Aka, obunachilarga xudo xolasa bugun kutgan qo'ylar keldi aka. O'tgan safar va'da berdik, katta partiya olib kelamiz deb. Xudo xolasa yetib keldi aka. Bu mayda chuyda 3 oy, 4 oy, 5 oylik qo'zi emas aka. Mana liboy videoda ham mana aka, ko'rsating, mana jonivorlar aka. Videoni boshlaringda aka, mana ko'rsatib o'tiring. Hay qizg'ishlardan, kashtar ranglardan aka. Kashtan zo'rdan. Quloq ham 100% butun aka. Bu qo'zlar xudo xolasa aka 2026-yil chempion qo'zlar aka. Bular hali qo'zi, lekin qo'zi. Katta qo'y deb o'ylab Asadulloh bular. Ismoil aka bular kuzgi. Kuzgi aka, bu sovuqchilik, qishni ko'rgan, sovuqni ko'rgan qo'zlar aka. Xudo xolasa, necha oylik bular? Ularda 6 oy plyusga olishaveradi aka. To'g'li ekan-a? To'g'li, pash to'g'liga o'tib qoldi, lekin qo'zlar bo'y basti ham, vesi ham, yosh oyligi ham, kallasidan qo'chqorga o'tib qolgan o'zi. Ularga hozir ozmozda yem bersa bo'laveradi. Xudo xolasa, endi oz-ozdan endi haliga 1 kiloga ko'tarmaydi. Ertalab 100 gram nurgatib, xudo xolasa aka, kuzga borib, bemalol 1 kiloga chiqib olishaveradi aka. Gap yo'q. Akalar hozir bir piyoladan berib tursangiz, kuzga borib, yemni bosib bersangiz bo'ladi. Bahorgacha bossangiz mana shu narsa 6-7 millionlik xotirjam bo'ladi-ya. Aka, bahorga 10 million bo'lmasa telefon qilishaveradi aka. Gap yo'q. Yil boqishsin, xudo xolasa, chempion zo'r urug'lik qo'chqor bo'ladi, xudo xolasa aka. Oyoqlari balandligi qancha yerdan balandligi? Aka, yerdan balandligi 75 atrofida, 70 plyusga olishaveradi. 70 plyusga. Lekin aka, mana jonivorda. Badanlari ham zo'r, niq to'lgan ekan. Hammasi akalar tikdumba, unaqa shalpi dumba, osilgan dumbasi ko'rinmayapti. Hammasi sifati zo'r ekan. Bo'ylari 70 bormi? 75 mi yo'q? Aka, 70 plyusga olishaversin. 70 plyusga beraverasiz, lekin ichida 75lari ham bor. Serob, lekin 70 plyusga olishaversin aka. Gap yo'q. Qo'zlarda akalar uzunligiga e'tibor bering. Hammasi uzun ekan. Gazi uzun mana. E'tibor bering, hammasi gazi uzun. Akalar, olib qo'yinglar, olganingiz olganda qoladi. Borgan sari narx oshib boryapti, ulgurib qoling. Hozir olib qo'ysangiz, shu bilan xudo xolasa o'zidan ko'payaveradi. Buni sotasiz, yana ikkita qolasiz. Ikkita, 3 ta shunaqa qo'zdan 4 tagacha olib qo'yasiz, sotib turib. Yemlab sotib turib. Ismoil aka, hamma endi baribir aka tirashchilik deydi, oz-oz foydalanaman deydi. Arzon payt kutyapti hamma aka. Menga qaradinglar ekan kamerangizni. Aka, o narsa qulpunay. Yo, yaqinlashtirib olganda. Qulpunay. Ash narsa aka qishda sovuq kunida bo'lsa aka ashi. 400 ming so'mda ash narsaning kilosi. Hozir 20 ming, 25 ming so'm narsa. Demoqchi bo'lganim, pishgan payt hamma narsa arzon bo'ladi. Shunaqa. Pishgan payti. Hozir qo'zlar bo'lsa pishgan payti aka, arzon payti. Mayga o'tib qurollikka yaqinlashib bo'lsa endi tan narxi buni. Endi avvalo Xudoga katta-katta gapirmaymiz, lekin ko'zimiz ko'rib turgan narsa har yil bo'lib kelayotgan narsa-da bu. Ertaga asli qurbonlikdan kelgan odamlar to'ldiraman deydi-yu. Hamma qo'rash bo'shaydi aka. Narx oshib ketadi. O'shanga akalar ulgurib qolinglar, olib qo'yinglar. Sizlarga tavsiyam olishni tavsiya qilaman. Asadulloh bo'ladi, son nechta? Soni 35 ta aka. 35 ta 6 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqorlar. Hammasi qo'chqor. Chiroyli qo'chqor aka. Hammasini mana ko'ryapsiz, badan tars badan aka. Hammasi qo'chqori? Albatta, hammasi qo'chqor aka. Qayerga yetkazib berasiz? Aka, hammasini olsin Qoraqalpog'iston Berunigacha yetkazib beraman aka. 10 ta olishsa Samarqandgacha yetkazib beraverasiz. 10 ta, kam 5 taga Samarqandgacha aka. 5 tadan kamiga Toshkent vodiyga qilib beraveramiz. Gap yo'q. Ulgurib qolinglar akalar. Bitta olsa ham Toshkentgacha yetkazib beraverasiz. Albatta aka, bitta olsa ham Toshkentgacha, eson-omon xudo xolasa uylariga kirib boradi aka. Buni baribir eng qiziq joyi narxi. Narxi arzon bo'lsa, hamma olib qo'yadi. Bittada olib qo'yadi kerak bo'lsa. Mana shu 35 ta dedingizmi? 35 ta aka. Hammasini bir martada olib qo'yishadi aka. O'zi siz obunachilar shunaqa aka o'zi, pashka-pashka olishyapti. Endi Ismoil aka, bular 4,5-44-43 ish kerak yo'q aka. Mo'ljalimiz asli baland aka. Inson mo'ljaliga yetmagan. O'shanchaki 4 million so'mdan bir joyga olsa 35 tasini xayrni qilib beraman Ismoil aka. Yo, 4 million emas Asadulloh. Ismoil aka, qo'y narxiga men doim sizdan so'ramayman-da.
Tortishgan narx qo'ymayman aka, bo'ladigan narx qo'ymayman. Endi tortishamiz, iloji yo'q. Bo'l 4.5 aka, bo'lsa tortishadigan bo'lsa aka. Yo'q, yo'q. 4 dan dedingiz, undan ham tushib berasiz. Bo'ldi 100 dan kam bor aka, 39. 100 emas. Aka, agar mana 4 million so'mdan kelib uka mana shu qo'ydi ushab arzimas ekan deysiz aka, 500 ming o'tib beraman aka narxida. Agar arzimas ekan deysiz, so'rashtirib ko'rishadi bu bozorlarga aka. Endi olgan odam maza qilsa. Bo'ldi, mana marhamat. Xalq maza qilsa 200 mingdan kamiga. Barakasini bersin, gap yo'q. Gap yo'q. Mana buni qarang, mashaalloh. Kashdan toza. Jonilar. Hop, gazi o'ziga yarasha uzun. Garbonoska nechi? Garbonoska e'tibor bering mana bu garbonoska, mashaalloh. Bo'ldi, to'shlar har taraf kelishgan uka. Akalar, 3 million 800 ming so'mdan baraga topadigan narsa. tanlab olishganmi deymiz. Ismoil aka 4 million so'mdan qo'lga kirgan tatbiq etish so'radi aka. 4 million so'mdan bitta ikkita. Optimni ichida qarang, 5 tani haydab olsa ham berasiz. Beraman, kam 5 bo'lsa, hatto haydab olsa 38 dan ketaveradi aka. Gap yo'q akalar, 5 tani haydab olsangiz ham 3 million 800 ming so'mdan kirib boradi. Ulgurib qoling. Dastavkasi tekin bo'lsa, juni olingan, tayyor narsa, yana sizga nima kerak bo'lsa shunchalik bo'ladi-da. Ulgurib qolinglar. Keyingi partiyamizga navbat beramiz. Keyingi partiyamizda ham narxi arzon zo'rlar kelgan. Keyingi partiyamizga ham zo'rlar, xudo xolasa, ko'kidan, sarig'idan, qorasidan, so'ragan variantingizda hammasidan bor. Olapaksidan ham turli xillardan bor. Asartida aka bu. Gap yo'q, zo'rlardan ekan. Nechta soni? Aka soni 25 ta, bular ham hammasi qo'chqor aka. Hammasi qo'chqor, soni 25 ta. Yosh oyligi? Yosh oyligini aka 4 oy plyuska olishaveradi xolos aka. 4 oy plyuska. Lekin qo'zlardimdek ahamiyat bergan bo'lsangiz, yosh oyligiga nisbatan oyoq qo'li uzun. Men ko'rib, to'g'risi 5-6 oylik atrofida bo'lsa kerak debman. Bularni qayergacha yetkazib berasiz? Dastlabkasida muammo yo'q, telefon qilgan inson xudo xolasa ishini bitirib, "Voy, jazosi pulga bitadi" degan desa aka, hammasini jazosi ham. Albatta. Bitaveradi. Telefon qilsa aka tas narxni aytamiz, yengroq chiqaramiz aka. 7 raqamli qo'zilar. Hammasida akalar sifati zo'r, xullas oyoq qo'llari uzun. Hop, bularni Asadullo eng qizig'i baribir narxi bo'ladi. Ismoil aka narxini aka endi bilasiz, bizda raqobat ko'pligi uchun qimmat qo'ymaymiz aka. Asli raqobat ko'pligi uchun emas, maqsaddan bunaqa qimmat qo'yishmas aka. Soni ko'p, bizda endi Optim degan nomimiz bor aka. Maqsad sotishda. Maqsad sotish, yerda sovliq aralashib qolibdi. Ajratib qo'yasizlar. Bitta yulduzcha yurganda o'shami? Ha, o'sha sovliqdagi sheriklari bor, sovliqda hozir o yerda ko'rsatamiz aka. Bular narxini Ismoil aka 3,5 million so'mdan bir joyga olsa, xayrini ozgina qilib beraman aka. Xursandchilik mana aka. Xudo xolasa, ozgina emas, ko'proq ham qilib beraverasiz. Bo'ldi, keyin. Hammasini olishsa. 34 da mana. Barakasini bersin, gap yo'q. Akalar 3 million 400 ming so'mdan to'g'risi bozorda ham, boshqa savdogarlarda ham hech kimda bermaydi. Bemalol narxlarni solishtirib ko'rishingiz mumkin. Mana bu narsa o'zi qo'y bo'lib qolgan. Ulgurib qolinglar. Keyingi partiyamizga navbatni beramiz. Keyingi partiyamizda ham akalar sarig'idan so'rasangiz, sarig'idan, qorasidan, hammasidan bor. Mana shu sariqlari ham o'zi boqsangiz 100 kg, 150 kg, 200 kggacha chiqadi, xudo xolasa. Qoralari ham shu. Hisorini tozasi, zo'rlari. Son nechta ekan bu Asadullo? Soni aka 17 ta. 17 ta. Nechta Hammasi qo'shqor? sog'lom aka. Hammasi ko'paysin. Ko'paysin aka. Keyin xudo xolasa aka kuzga borib qo'chqor tirig'idan qo'shib qo'yishadi aka. Kelasi shu paytga xudo xolasa kam 50 ta bo'ladi. Xudo xolasa. Egizakchilar ham juda serob xudo xolasa. 20 nechta dedingiz? 17 ta. 17 ta. Ha, egizakchilar ham bor ichida. Xudo xolasa endi yaxshi niyatda aka. Endi tepasida bo'lmaganmiz-ku, lekin yaxshi niyat qilib insonda aka o'z rizqi yaxshi niyatda aka. Lekin sariqlarni ajratib turib bularda arashan, seleksiyaning qo'chqordi bolalari deb turib chiqarsam bo'laveradi aka. 4 ta 5 ta sarig'i bor aka. Bunaqa emas aka, hisorning sariq varianti. Hisor asli aka zot bo'yicha birinchi o'rinda, go'sht bo'yicha, go'sht bo'yicha ham O'rta Osiyoda Hisor, endi biz ob-havomizda moslashgan Hisor aka. Tosh taroziga, go'sht yog'iga yaxshi keladi xolos aka. Bularda yosh oyligichi? Yosh oyligi aka, mana shuniki 3 oylik atrofidan bitta sariqniki aka. Qolganlari 4 oy, 5 oy atrofiga olishveradi aka. Xohlasa avgustda qo'shib qo'ysa bo'laveradi. Kech kuzga hisoblashib chiqaraversin aka. Yo'q. Kuzga akalar qo'chqorga qo'shib qo'yaverasiz, bahorga bittasi ikkitadan, balki 3 ta ham bo'lar. Nimaki egizakchisi ham bo'lib qolishi mumkin ichida. Yaxshi niyat yarim oldi-ku, ulgurib o'zim ham boqdim aka, mana shulardan 11 ta boqdim o'tgan yili. Aha. O'zim boqdim aka, hozir уже tug'ib bo'ldi, 3-4 tasi egizak tug'di, lekin aka qo'y tuqqandagi bo'yi vosh o'sib ketar ekan. Mana shunaqa oldim men ham. Tuqquncha ham o'zi, xudo xolasa kuzgacha bu narsalar ancha o'sib ketadi. Akalar, ulgurib qoling, metr ustiga chiqadi, boqsangiz maza qilib boqasiz. Qo'ydan hech kim ziyon ko'rmagan. Foyda qilsangiz qilasiz, hech qachon ziyon qilmaysiz. Nimaga deganda, yeb ichib tursa bo'ldi-da bu narsa. Sog'lom bo'lib tursa, albatta. Ha, yeb ichib tursa arzon hisoblanadi. Ha, yeb ichib tursa zo'r ketaveradi. Bo'yga ham cho'zadi, semiradi ham. Katta qo'chqorga to'g'risi olapakisi ham bor ekan-a.
katta qo'chqorga yemni bosib berish kerak, rasxod ko'p. Lekin bir og'iz telefon qilsangiz, mana bu narsa uyingizga kirib boradi. Keyin bu bir chimni o'tga to'yadigan narsa-da. Ozgina dalada yarim soat aylantirib chiqsa ham to'yadi. Yoki bir ozgina hashay berib qo'ysangiz ham to'yadigan narsa. Ulgurib qoling. Ko'paysinlardan ekan. Ularda Asadulla aka. bo'ylari bir 65-70 bor a. Ha, keyin bitta kichkinasi haqiqat aytib qo'ysam, mana bu sal kichikroq aka bitta. Hamma narsa baribir narxi bilan. Narxi arzon bo'lsa, mana shu hammasini bitta odam 17 tani 1 metrda olib qo'yadi. O'z bitta olmashingiz qo'y aka bu. Buni to'g'ri deb 4,5 ish kerak yo'q aka. Bir joyga olsa 3 million 600 ming so'mdan barbar aka. Bo'ldi, 3,5 million so'mdan aka. Yana. Emas. Sal tirashchilik ham bor aka. Bo'ldi, qara, bitta kichkinani olsa 3 million 200 ga. Hammasi 3 million 400 ming so'mdan xursandchilikdan. Barakasini bersin. Mana bu mujikcha gap bo'ldi akalar. Mana bittasini 3 million 200 ga, qolganlari 3 million 400 ming so'mdan zo'r narx bo'lyapti. Tanlab olishga nima deymiz? Tanlab olishga aka 3,5 dan bitta tanlab olishveradi aka. Tanlab olishga zo'rini tanlab olsangiz 3 million 500 ming so'mdan zo'rini tanlab olaverasiz. Aloqaga chiqing, eshitib o'tiring akalar. Shalpan quloq zo'rlari qulog'i yuzini to'sib qolyapti o'zi. Haqiqiy 90, 85 1 metrgacha chiqadigan sog'liqlar. Ulgurib qolinglar. Keyingi partiyamizga navbat beramiz. Keyingi partiyamizga ham qo'zi qo'chqorlar, xudo xolasa zo'rlar, narxi yengil, qulog'i shalpan quloq zo'rlari. 8 dona ozgina sozgina. Yosh oyligi? Aka bular 4 oylik atrofiga olishveradi-da. 4 oylik atrofida. Hop, yeb ichariga bir haftasini olib bora hammasini. Soni ham ko'p emas, 8 ta xolos aka, yeb ichari zo'r, xudo xolasa, sog'lom. Dastlabkasidan muammo yo'q. Telefon qilsa O'zbekistonda 12 ta viloyatga yetkazib beramiz aka baribir. Gap yo'q. Akalar ulgurib qolinglar. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor. Asadulla baribir hamma narsa narxi bilan qiziq. Bu ham arzon bo'lsa, mana 8 donani 1 metrda olib qo'yishadi. Ismoil aka, bularni akalarni 3,5 dan qo'ydimmi? Aha. Bularni aka 3 million 300 mingdan qilib beraman Ismoil aka. Bo'ladigani. 3 million 300 mingdan bo'ladigani, endi xayriya ozib o'tib beraman aka. Agar 8 tasini olaman, 26 million 400 ming bo'ladimi? 26 million qilib beraman aka mana. Barakasini bersin, gap yo'q. Aloqaga chiqarasizlar akalar, sifati zo'r, narxi o'ta yengil bo'lyapti. Qaytaraman, bu narsa hech qancha narsa yemaydi, bir pasda to'yadigan narsa. Haqiqiy siz uchun yangi ko'chib chiqqan aka-ukalarimizga zo'r bo'ladigan narsa. Ulgurib qolinglar. Keyingi partiyamizga navbat beramiz. Keyingi partiyamizga ham akalar zo'ri, soni cheksiz, xudo xolasa soni ko'p. Nechta bu Asadulla? Ismoil aka, bu 50 ta. 50 ga 50, yarmi qo'chqor, yarmi sovliq. Yarmi qo'chqor, yarmi sovliq, 50 ta o'pshi hammasi. O'pshi 25 tadan sovliq qo'chqor aralash aka. Gap yo'q, zo'rlar ekan akalar. Ular eng arzonlari ya, xudo xolasa. Puli yengillardan aka. Puli yengil, xudo xolasa olib maza qiladigan variantlari. Qayergacha yetkazib berasiz bularni? Dastlabkasidan muammo yo'q, yetkazib beramiz deb bo'y joyiga. Yosh oyligi? Yosh oyligi 3 oylikdan o'tgan aka, xudo xolasa. 3 oylikdan o'tgan, 4 oylikka qarab ketayotgan variantlari. Shunaqa aka, lekin qo'zlar aka kuzgacha hali 6-7 oy vaqt bor-da. Aha. Hali u 7 oyda qo'zlar xudo xolasa katta qo'chqor olib ketadi aka, demoqchiman. Sog'liqlari qo'chqorga qo'shadigan, qo'chqorlari yemga tayyor bo'lib, yemni bosib bersa bo'ladigan bo'ladi. Xudo xolasa aka. Ularni Asadulla baribir hammasidan ham narx qulay bo'lsa bo'ldi. Narx qulay bo'lsa bitta odam olib qo'yadi hammasini. Buni baribir eng qizig'i narxi bo'ladi. Necha oylar dedingiz buni? 3 oylar atrofida aka. 3 oy atrofida, 3 oy 4 oy atrofida. Hop, 7-siga bir haftasini olib bora. Sinov bor bu xolasa aka. Bemalol bir haftasini olaverasiz, hoji aka. Soni ham serob. Nechta edi? 50 ta aka. 50 ta bir pachka. Bir pachka. 25 tadan sog'liq qo'chqor aka. 25 ta qo'chqor, 25 ta sog'liq. Ha, narxni aytgan yo'q buni aka. Narx aka 3,5 33 emas aka, 3 million so'mdan bir joyga olsa, xudo barakasini bersa aka. Aka 3 million so'mdan birov bersa aka, mana shuni sizga 2,5 dan beraman aka. Albatta, lekin bunday narsa qarang. Yo'q, 3 millionlik to'g'ri narxi, lekin kamaytirib beramiz-da. Ayni zengroq tushib bersangiz bo'ladi aka. Bo'ldi, 100 ming so'mdan kam bor aka. Yo'q. 2 million 900 ming so'mdan. Yana. Ha, bekarga aka, mana 50 tasini olib bekarga mana. Olsin bekarga aka. Oldi beray. Bir hafta boqman beraman. Oldi bering. Yo'q, zarda qilmang. 28 da. Ya, Ismoil aka, sal insof bilan narx so'rang, endi bergan sal pulni ham, qo'ydi ham xursand bo'lib beray, baraka topsin. Odam ham xursand bo'lib olsin, maza qilsin. Bo'ldi, 50 mingdan qo'shib bersa aka. Yo'q, 50 ming emas. 28 zarar qiladi Ismoil aka. Zarar qilmaydi. Bo'ldi mana aka. Barakasini bersin. 28 da. Lavz. Soni 50 ta. Bir donasi ham chiqarilmaydi. Gap yo'q. 28 dan mana rasparadaja. 28 dan akalar hammasini bitta joyga olib qo'ying, 50 dona. Maza qilasiz. Bu narsani hozir 2 million 800 olsangiz, kuzda xotirjam sog'liqlarini qo'shib qo'ysangiz, bahorgacha ikkita bo'ladi sog'liqlari. Qo'chqori ham semirib, xudo xolasa 6-7 millionlik bo'lib ketadi. Ulgurib qoling.
maza qiladigan davr keldi. Bosib olish kerak. 2 million 800 ming so'mdan yuzga kirib boradi. Yunga olingan, ukor vaksinatsiya qilingan tayyor narsa bir og'iz telefon bilan yuzga kirib boradi. Bo'lmasa yana bormi yo tugadimi oxirgi partiyamiz? Bugunga tugadi, qolgan ertaga xudo xolasa. Gap yo'q. Bo'lmasa videolarimizni yakunladik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlar uchun arzonlardan, zo'rlardan chiqarishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting.